Bak, bizim yanıga Vallarov, Koytaş Yankışak avtomobil yolumuz 4R42M39 uzunluğu 52 kilometre tashkil qiladi. Mana shu yo'limiz o'zlaringiz ham ko'rgansizlar, yangi videoga olishda umuman bir 35 yildan beri ta'mirlangan. Men aniq bilaman, mustaqillik davrida umuman ta'mirlangan. Faqat turpoq to'g'ib chiqiladi, yangi lapatka bilan oladi, turpoq tashlaydi. Yomg'ir yoqqandan u turpoq chiqib ketadi. Yana shu holat. Qanchadan beri murojaat qilib kelyapsizlar? Men murojaatni buni 2018 Obod qishloqqa Qo'ytash tushdi. Qo'ytash Obod qishloq dasturga tushgandan murojaatni boshlaganman. Bu masalada men respublikaga ham chiqqanman, prezidentga ham yozganman, yo'l qo'mita raislariga ham yozganman, hammasiga yozganman. Javob xatida menga javob xatlari kelgan. Kiritamiz, dasturga kiritamiz. Keyingi 5 yillikda deydi. Lekin 5 yillikda qachon 25-yildan to 30-yilga davom oraliqda 5 yil. Lekin borgan sayin yo'llar kattarib rasvolashib qo'yadi. Umuman yurib bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yurib bo'lmaydi. Mana shu an yordam beringizlar. Mana o'zlaringiz ko'rdingiz, videoga oldilaringiz yo'lning ahvolini, holatini. Yolda endi bir ko'rin. Qanday bo'ladi? Shu mumkinmi? Bizi yo'lda biz atağanlar o'zi shu katta mashina. Endi shunday bo'lgandan keyin ataginam xalqni ham salgina o'ylash kerak. Prezidentimiz, hokimsan, kimsan? Xalqqa xizmat qil. Xalq seni uchun emas degan gaplari bor. Xudo shukr shunday ekan, endi xalqimizning bir yengilligi uchun bo'lsa ham mehmon bir kelib ketmay qoladi, yo'qmi kelishga kelmay qo'yadi. Ikkinchi, to'g'risida mehmon chaqirishga ham uyalib qoldi. Endi turizm zonasi bor. Bizga bu yerga kelib turib dam olish niyatlari bor. Ular ham bir marta ko'rib tag'in ikkinchi kelmaydi. Qanday bu rivojlanish mumkin agar o'shunday bir-birimizni qo'llamasa, yo'limizni tuzatmasa? Asosiy maqsadimiz xalqqa hal bo'lsa yengillik qilinglar, baraka topinglar. Bu kunlar ham o'tib ketadi lekin kimdir bir yaxshi hokim kelib tursa, ular tarixda qolib ketadi. Aman zamondan beri endi bu gapni qo'yavering endi. Men esim tanig'andan beri bu gapni yo'liga remont qilmagan. Boshqa odamlar bor, boylari bor, misol uchun pul beradi, ovoz sotib olyapti, burilib ketib qolyapti. Nechta men sovxoz qishloqlarga boryapman. Tashlandiq bitta qishloqlar asfalt bo'lyapti. Nimada endi byudjetdan yutib oladigan boylari bor. Bizda yo'q bu narsa. Xalq o'zi pensiya bilan kun ko'rsa berdi. Ishlab chiqarish korxona yo'q. Yoshlarning hammasi daydib yurtdi. Bechora bolalarini shuning orqasidan janjal uylarda bo'lyapti. Kelin norozi, eri chetda ishlaydi. Bola chaqani boqish kerak. Hamma bilan shu byudjetni chiqargan o'yinlarning sababi ham bor bunda. Qolaversa mana yo'limizda buzayotgan bitta shu katta mashina. Iltimos, yoki bo'lmasa bir vaqtlar bo'ldi, xalq chiqib yo'lda zavozgan qildik. Yon boshdan bitta yo'l qilamiz. Katta mashinalar uchun degan edi. Shu narsa ham qolib ketdi, qilinmadi. O'sha gap yopilib qozon bo'yicha yopilib qoldi. Yo'l lekin battar bo'layapti. Rifat hokim bu onda bu yerda bir 5 kilometrni yo'lni qildi. Yo'l ham buzilib tashladi o'sha. Katta mashina. Tomchidan havuz buloqqa yetib yetmasdan tugagan yo'l. Qanday bir havas qiladigan bir yo'l paydo bo'ldi. U yomaganda ham birinchi navbatda g'allardan boshlaydi. Bu nima degan? Bizdan boshlasin, Yomash bo'yicha. Keyin Yomashga kelganda turpoq bilan ya bo'lmasa shag'al bilan u Yomash bo'lmaydi. O'zlaringiz zamonaviy kinolarni ko'rib turibsiz.
Yevropalarning asfalt yo'llarini qanday yamashlarini ko'rib turibsiz. Shuning bilmayman endi bizlarga qanday qisqarmamada o'zbekcha qilib ketamiz. Temir yo'l algilari ishchilar ham keladi. Ham oylash bor, ham uni tozalash bor. Shuning ustiga chuqurga asfalt tashlaydan bosib o'tib ketadi. O ertaga bitta issiqxonaga ko'tarib ko'chib ketadi-ku, foydasi yo'q. Shuning uchun kapitalniy remont qilish kerak. Iltimos qo'llaringizdan kelsa yordam berinsizlar. Iloyim shu bola chaqalaringizni duolarini olib yuraylik. Bu yo'l davlat malikiga ahamiyatiga ega malik yo'ldani bu yo'l bir nechta hatto Samarqand viloyati bilan Forish tumani bilan bog'laydigan yo'llar. Bu yer sentralniy desa ham bo'ladi-da endi, markaziy yo'l desa. Shu mana shu 52 kilometr yo'l mana shu ta'mirga muhtoj. Bu yoqdan Forishdan kelib turib, Forish tumani to'liq bo'lgan ta'mir bizning mana shu yer qolgan. Forishga ulanadigan. Mana shu yo'lga e'tibor berib, O'rtada nechta hozir 52 kilometr nechta qishloq bor hozir? Bu yerda qishloq endi sanaydigan bo'lsak, misol uchun mana G'aldirondan bu yergacha sanab keldilaringiz. Bu yerda Savruk, O'gat, Chorvoq, naryoqqa Ko'sa, bu yoqqa Samarqandga qarab. Umumiy qancha aholi bo'lishi mumkin mana shu sanayotgan qishloqlarning taxminan? Qo'ytashning o'zida 7000 ga yaqin aholi bor. Bitta shu yerda o'zida. Endi qolgan qishloqlarda hisoblab turib, har qaysidan 1000 tadan hisoblaganingizda 15 mingdan ziyod aholi bor-da, misol uchun. Keyin bu o'sha sentralniy yo'l. Davlat ahamiyatiga malik yo'l. Bu yo'lda biz bu masalada bizlar ko'p joyga murojaat qildik. Hammasi qilamiz deydi. Mana shunda amaliy yordam berishadi. 2018-yildan beri demak murojaat qilib kelasizlar. 2018-yilda G'alvarol tumani obod qishloq dasturiga chiqqandan keyin G'alvaron obod qishloq dasturiga tushgandan keyin men shaxsan o'zim hokimning oldiga kirganman. Bu iki oradagi yo'l bo'ladimi yo'qmi? Albatta bo'ladi bu yo'l dedi. Nimana shu ham 2018 bo'lsa, hozir 25, 7 yil o'tib ketdimi? 8 yil o'tib boryapti. Lekin yo'l hatto ta'mirlanmadi. Nafaqat hali qilinishi, ta'mirlanmadi.